Viloyat rahbarimiz tomonidan o'tkazilgan seminar bu juda ham katta foyda beradi. Albatta bu yerda mana hamma mas'ullar qatnashdik, hokimlar bosh. Bu birinchi navbatda bu bugungi berilgan tavsiyalar, bugungi berilgan topshiriqlarni biz Qo'shtepa tumanida albatta ijrosini ta'minlaymiz. Demak, birinchi navbatda mana g'alla o'rimi masalasida aytadigan bo'lsak, biz Qo'shtepa tumanida jami 7800 gektar g'alla o'ramiz. Prezidentimiz aytganlaridek, har gektaridan o'rtacha 100 sentner olganimizda bu yil hosildorligimiz ishlab chiqarish bilan birga hisoblaganda 78 ming tonnani tashkil qiladi. Bu albatta prezidentimiz shu kungacha bergan tavsiyalari, bergan topshiriqlarning ijrosi natijasida deb o'ylaymiz. Chunki oldin biz g'alladan yoki paxtadan 30 sentner ham hosil olmagandik. Mana hozirgi kunga kelib bemalol g'alladan 100 sentner, paxtadan 60-70 sentner hosil olishga sharoitlar yaratildi. Bunda nimada? Birinchi navbatda suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilish, paxtalarimizni mana plyonka ostiga ekish. Bu albatta fermerlarimiz bu yil o'zi tajribadan o'tkazdi, bu amalda o'zini isbotini topdi. Bu har tomonlama paxtani ham, g'allani ham tan narxini tushirishga olib kelyapti. Endi bizni oldimizda asosiy turgan vazifasi bu albatta bu xalqimizni oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va albatta iqtisodiyotimiz uchun eksport salohiyatlarini oshirishdan iborat. Biz mana shu 7800 gektar g'alladan bo'shaydigan maydonlarimizda eksport bo'lib oziq-ovqat mahsulotlarini ekishimiz kerak. Bu nimadan iborat? Bizda hozirgi kunda bizni yerimizda talab joysa, hozirgi kunda mana dukkakli ekinlarga juda ham talab yuqori bo'lyapti. Albatta Qo'shtepa tumanida shu kungacha faqat ozuqa ekinlari ekilgan. Albatta bizda chorva va boshqalarga kerak, lekin hozirgi kun talabidan kelib chiqadigan bo'lsak, bu yil kamida biz 2000 gektardan ortiq dukkakli ekinlarni ekamiz. 2,5 ming gektar albatta biz sabzavot ekinlari, ya'ni sabzi va shunga o'xshash sabzavot ekinlarini ekamiz. Va bundan tashqari biz bu yil 300 gektar kartoshka, 1,5 ming gektar sholi ekamiz va bularni hosilidan kelib chiqib biz albatta birinchi navbatda oziq-ovqat xavfsizligimiz xalqimiz uchun va eksportimizga tayyor mahsulotni o'zimizdan yetishtirib chiqaramiz. Bundan tashqari mana viloyat rahbarimiz seminarda alohida e'tibor qaratdilar bog'lar masalasi bo'yicha. Hozirgi kundagi mana shu samarasiz bog'lardan hozirgi kunda dehqonlarimiz juda ham kam hosil olib kelyapti. Bu deyarli o'zini solig'ini ham qoplamayapti. O'shaning uchun samarasiz bog'larni buzib o'rniga zamonaviy intensiv usulda bog'lar yaratish topshirig'i berildi. Biz buni o'zimiz hokim bosh borib har bitta fermerga biz tushuntirib, mana prezidentimiz tashriflarida ham buni olib borib Quvam tumani misolida ko'rsatishdi. Albatta biz Qo'shtepa tumanida jami 1200 gektar bog'lar bo'ladigan bo'lsa, shundan 110 gektarini biz bu yil mana buzib o'rnida intensiv bog'lar yaratamiz. Bu nimaga olib keladi? Albatta bu birinchi navbatda fermerlarimiz, dehqonlarimiz daromadini oshiradi va tumanimiz uchun har bir gektaridan kamida 20 ming 30 ming gektardan qo'shimcha eksport salohiyati. Bu degani 2-3 million dollar biz kamida yana eksport salohiyatimizni o'zimizga qo'shamiz. Bu yil tumanimiz bo'yicha jami eksport rejalarimiz 158 million dollar. Buni ortig'i bilan bajaramiz. Shundan qishloq xo'jaligi mahsulotlarining eksportimiz 40 million dollar. Bu yil hozirgacha mana 10 million dollar eksport qildik va yil yakunigacha biz belgilangan rejani albatta bajardik. Buning uchun biz o'zimiz hokim bosh tumandagi barcha dehqonlarimiz bilan birga birinchi navbatda ularni zaminini yaratib olish uchun ekinlarimizni o'z vaqtida ekib, hosillarimizni yetishtirib olishimiz kerak bo'ladi. Qo'shtepa tuman hokimi sifatida shuni kafolat beramanki, bu yil Qo'shtepa tumanida o'sha oddiy aholidan tortib, tomorqadan tortib, barcha fermer xo'jaliklarining yerlarida oziq-ovqat ekinlarini ekib, bu yil birinchi navbatda oziq-ovqat narxini oshib ketmasligini kafolatlaymiz. Qolaversa, eksport salohiyatimizni oshirgan holda iqtisodiyotimizga ham juda katta hissa qo'shib, men o'zim tuman hokimi sifatida buni kafolatlayman va buni albatta tumanimda har bir dehqoniga, har bir nimasiga o'zim borib tushuntirib, buni ijrosini ta'minlab beraman.